Zo'r TV, Gross hamda Centrum Air taqdim etadi. Bir necha yil oldin sayohat qilish unchalik ham oson emasdi, chunki chiptalar narxi u darajada arzon bo'lmagan. Ammo endi Centrum Air bor. Centrum Air ko'pgina davlatlar qatorida Hindistonning qalbi hisoblanmish New Delhiga ham sizning sayohatingizni anchagina yaqinlashtiradi. Bu yo'nalish davomida siz asrlar davomida shakllangan madaniyat, boy tarix va zamonaviylikning muhitini bir vaqtning o'zida his qilasiz. Centrum Air esa bu sayohatingizni yanada qulay qiladi, chunki ulardan qulay parvozlar, sayohatchilar uchun tavsiyalar va albatta yuqori darajadagi xizmatlar mavjud. Centrum Airdan foydalanishni esdan chiqarmang. Ba'zi davlatlar sizni sokinlik, tinchlik va sukunat bilan kutib oladi. Lekin Hindiston emas, New Delhiga xush kelibsiz. Shu kungacha Hindistonga kelgan tanishlarimning hech qaysi biri Hindiston bo'ladimi, o'rtacha demagan. Hindistonni yoki sevib qolishadi, yoki chinakamiga nafratlanishadi. Biz esa bu yerga aynan shu narsani bilgani keldik. Hindiston rostdan ham yaxshimi yoki yomonmi? Hindistondagi o'sha stereotiplar, hid borligi, issig'ligi yoki barcha ovqatlari achchiqligi rostmi? Biz shularning hammasini bilamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Delhi ruxsat so'rab o'tirmaydigan shahar. U hayotingizga transport oqimiga qarshi uchayotgan riksha tezligida bostirib kiradi va boshqa hech qachon qo'yib yubormaydi. Bu yerda 20 million odam yo'l harakat qoidalarini shunchaki bir tavsiyadek bilib yashaydi. Bu yerda 1000 yillik masjidlar hipsterlarning barlariga tutashib ketgan. Channinchok bozoridagi ziravorlar hidi esa avtomobil tutuni bilan shunchalik tabiiy aralashib ketganki, o'ylanib qolasan, balki shunday bo'lish kerakdir. Biz svetoforlar shunchaki bezak bo'lgan yo'llardan o'tamiz. Narx sizning talaffuzingizga bog'liq bo'lgan bozorlarda savdolashamiz. Shunday taomlarni tatib ko'ramizki, ulardan so'ng ta'm bilish retseptorlaringiz ta'til so'rab qoladi va Delhi Hindistonning shunchaki poytaxti emasligini anglab yetamiz. Bu bir vaqtning o'zida yuzingizga tarsaki tushirib, yelkangizdan quchib qo'yadigan shahar. Ha, u baqiradi, hid taratadi, bosim o'tkazadi, lekin kun yakunida yoningizga o'tirib shivirlaydi. Xo'sh, yuragingga yetib bordimi deya. Delhiga xush kelibsiz. Bu yerda sizni hech kim kutmagandi, lekin endi hech qayoqqa keta olmaysiz. Bu Red Fort. Bu yerdagilar tili bilan aytganda esa Lal Qil'a. 17-asr Boboriylar va Mo'g'ullar sulolasi. Ha, nima haqida o'ylayotganingizni bilaman. Bu o'sha yarim Osiyoni zabt qilgan mo'g'ullar emas. Garchi ularga ancha yaqin bo'lsa. Qizil Fortni imperator Shohjahon qurdirgan. O'sha Toj Mahalni qurdirgan odam. Bu yigitda shuhratparastlik muammosi bo'lmagani aniq. Fort 10 yil davomida qurilgan. Minglab odamlar ishlagan. Qizil qumtoshdan foydalanilgan. Nomi esa shundan. Devorlarning balandligi 33 metr. Bu taxminan 11 qavatli bino degani. Va bularning hammasi 17-asrda. Kranlarsiz, texnologiyalarsiz, faqat odamlar, toshlar va matonat. Who is it, sir? Buda. Qizil Fort bu uzunligi 2 kilometrdan uzunroq bo'lgan baland-baland devorlar bilan o'ralgan qal'a. Nimaga o'zi nomi Qizil Fort? Chunki devorlar qizil rangdagi qumtoshlardan barpo etilgan va aynan shuning uchun ham shu nomni o'z ichiga olgan. Bu yerda nimalar bor degan savolga esa quyidagi javob. Divani Aym, Divani Has, Rang Mahal, Moti Masjid kabi ko'plab binolar bor va aynan shularni sizga hozir ko'rsatib beramiz. Bu Divani Has shaxsiy uchrashuvlar uchun joy. Bu yerda imperator maxsus mehmonlarni kutib olgan.
Ana u yerda esa Tovus nomi bilan tanilgan taxt bo'lgan. Bu taxt billur olmoslar bilan bezatilgan va uning hozirgi kundagi narxi taxminan 1 milliard dollar deb baholanadi. Unda bu taxt hozir qayerda? Qiziq savol. Bu taxtni 18-asrda forsliklar o'g'irlab ketishgan. Klassika. Bilasizmi, meni nima hayratga soladi? Hajmi emas, yoshi ham emas. Uning haligacha ishlayotgani. Har yili 15-avgust Hindiston mustaqillik kunida bosh vaziri shu fort devorlariga ko'tarilib, xalqqa murojaat qiladi. Tasavvur qiling, binoga 400 yil bo'lgan va u haligacha mamlakat hayotining markazida. Qizil fort bu shahar ichidagi shahar. Bu yerda saroylar, masjidlar, hammomlar, bog'lar bo'lgan. Minglab odamlar yashagan va bularning hammasi devor bilan o'ralgan. Uning qalinligi ba'zi joylarda 20 metrga yetadi. Nega buncha qalin? Chunki imperiyani himoya qilish kerak. Garchi spoiler, fort hujumdan emas, balki xiyonat tufayli qulagan. Ammo bu endi boshqa hikoya. Qizil fort, ya'ni Red Fort bu ulug'vorlik, shuhratparastlik va hokimiyat haqida. Keyingi manzilimiz esa xuddi shuning aksi. U yerda hech qanday dabdaba yo'q, faqatgina sokinlik, sukunat va lotuslar. Eshityapsiz, ha? Bu tinchlik, sokinlik. Umuman olganda New Delhida topish qiyin bo'lgan narsa. Biz bu joyni topdik. Bu Lotus Temple. Lotus ibodatxonasi. Fort va ko'chalardagi tartibsizliklardan so'ng sen xuddi boshqa bir dunyoga tushib qolasan. Lotus Temple. Lotus ibodatxonasi. Lotus guli shaklidagi ibodatxona. 27 ta marmar gulbarg. Hech qanday to'g'ri chiziqlar yo'q. Me'mori Faribor Sabha. Aytgancha, Eronlik. Umuman olganda bu inshoot o'ta qadimiy inshoot emas. U 1986-yilda eronlik me'mor tomonidan qurib bitkazilgan. Va bu yerda asosan Bahay diniga mansub bo'lgan insonlar kelib ibodat qilishadi. Bahay bu o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Bahay dini e'tiqodchilari so'zlariga ko'ra Xudo bir va unga eltuvchi yo'llar turli xil xolos degan e'tiqodlari bor va aynan shu yo'nalishda ketishadi. O'shaning uchun ham bu yerga istalgan din vakillari kirishlari mumkin, shunchaki tinchlik saqlagan holda. Va umuman olganda bu yerda videoga olish mumkin emas, kirish tekin, lekin videosiz. Biz bir amallab xuddi rasmga tushayotganday bo'lib, qo'limizni mana bu joyga qo'yib videoni olib oldik. Maxsus siz uchun. Ichkarida suratga olish mumkin emas, ammo men aytib bera olaman. Ichkarida ulkan zal, balandligi 40 metr, 2,5 ming kishi sig'diradi. Va u yerda sukunat. Televizorni o'chirishdi degan sukunat emas, balki dunyo to'xtab qoldi degan sukunat. Odamlar o'tiribdi, meditatsiya qilishyapti, ibodat qilishyapti, shunchaki o'ylashyapti. Va bilasizmi nima? 20 million odam yashaydigan, har soniyada kimdir signal beradigan, baqiradigan, savdolashadigan shaharda bunday sukunat haqiqiy hashamat. Atrofga keladigan bo'lsak, Lotus Temple'da atrof yam-yashil, tinchlik, sukunat, katta joy. Mana bunday hovuzchalar ham bor. Binoning o'zi esa 27 ta shoh gullardan iborat va eng qiziq tarafi hech qanday tekis ulamalari yo'q. Ya'ni barcha joylar o'ziga xos shaklda ishlangan va barchasi mramor toshdan iborat. Hatto New Delhida ham o'zbeklar bor. Mana biz ikkita do'stimizni ko'rib qoldik va ular bilan hozir sizlar uchun maxsus intervyu ham olamiz. Qani ketdik. Xo'sh, bolalar, ishlar qalay? Hindistonga kelganingizga qancha bo'ldi? Hindistonga kelganimizga salkam 2 yil bo'ldi. 2 yildan oshdi. Chunki birinchi marta 23-yil keldik. Biz 8 oy agrada Kendrick Sanskrit ta'lim oldik. Chista hind tili bo'yicha. Bundan keyin tanishib, bolalar bilan, ustozlar bilan yana gaplashib, maslahatlashib, bu yoqqa magistraturaga 2 yilga keldik. Hozir Delhida magistraturada o'qiyapmiz. Umuman olganda hindlar bilan o'zbeklar o'rtasida nimalarda aynan farqlar bor? Men noto'g'ri tushunmasim keyin o'zbeklar bizda o'rganadigan narsamiz bor, ayniqsa bularni sokinligi. Ya'ni qizishib ketmaydi. Bizda biron bir narsalarimiz agar o'xshamay qolsa, hozirgi paytda ayniqsa yoshlarda ham kattalarda ham kuzatilayotgan narsa qizishib, asabiylashish ko'p. To'ppa-to'g'ri. Bularda bu narsaga to'g'risini aytsam ancha yumshoq qarashadi, bemalol. Biron bir ishlar o'xshamay qolsa, mayli keyinga qoldiramiz, hozir borini qilaylik deydi, misol uchun. Ya'ni unaqa
tez emas. Shoshqaloq emas. Shoshqaloq emas. Shunaqa. Menga eng katta jihati shu bo'ldi. Sizga Hindistonda g'alati tuyulgan narsa nima? G'alati tuyulgan narsa birinchi o'rinda yo'l. Birinchi kelgan bizda chap tomon qoidasi bo'lsa, bularda o'ng tomon qoidasi. Yo'lda o'tishda ham qiynalganmiz. Teskari tomonga qarab, keyin mashina zakaz qilganda ham shofyorni eshigini ochib o'tirishimizga ham sal qolib ketdi. Aytib ketay, bularda ko'p qarama-qarshi yurish ham oddiy hol. Nima desam bo'ladi? Oddiy hol, chunki men bir-ikki marta o'zim ham tushdim. O'tirgan, ketayotganingizda juda xatarli bu narsa, lekin bular o'zi ko'p o'rganib qolishgan. Menga bu narsa shok bo'lgan. Kelganimda, chunki oldingizdan katta mashina keladimi, kichkinami qarama-qarshi yurish xavfli, opasniyroq. Shunaqa bo'lgan. Undan keyin yana ko'p joyda odamlar tozalikka e'tibor bermasligi, bu narsaga oddiy qarashadi. Masalan, o'sha yegan narsalarni ham, ichgan narsalarni ham tashlab ketadi, xohlagan joylariga. Shunisi bor. Lekin bu narsa har kun ertalab tozalanadi, как положено. Lekin men kun davomida keyin yana o'sha ko'p musor bo'lib ketishi meni ham hayron qoldirgan boshida kelganida. Agar bunday olib qaraydigan bo'lsak, ertalab oddiy o'rta statistik deymiz-ku, o'rta Hindistonlikning kuni o'zi qanaqa o'tadi? Ertalab uyg'onadi, nima bilan mashg'ul bo'ladi kun davomida? Aholining ko'pgina qismi. Hamma endi tirikchilik degan narsa bor, o'shani qilishadi deb o'ylayman. Ertalab turishadi. Birinchi qiladigan ish meni o'ylayman, kimda mopedi bo'lsa, misol uchun, mopedi, mototsikli bo'lsa, o'shanga qarashadi, ko'rishadi. Undan keyin shu ishlariga, do'koniga boradi. O'shalarni yurg'izishadi. Undan keyin kimdirlar misol uchun oddiy choy sotib kun ko'radiganlar ham bor. Buni yerga o'tirib, o'sha sut qaymoqlarni hammasini olib kelishib, choylarni, suvlarini shu yerda ham sotib kun ko'radiganlar bor. Shunaqa ishlar. Mevachilar o'zlarini kelib rastalarini ochib, sal kechroq chiqishadi. Bular nisbatan bizga qaraganda shu jihatini ham aytib ketish kerak. 10-11lardan o'sha bular sekin boshlanadi. Bizda hamma ertalabda ko'p intiladi, baraka bor. Bularda shu 9-10lardan boshlanadi chiqish. Ozgina shu do'konlarning ochilishi. Shoshilish yo'q, xullas. Shoshilish yo'q. O'sha aytganimizda yana juda sokin, bemalol. Xo'p, umuman olganda, yaxshi yashash uchun, o'rta miyona, hamma narsa yetarli yashash uchun Delida bir oyda necha pul sarf qilinadi? Men o'ylashimcha $400 yetsa kerak. Yetadi. Yashash joyi bilan, arendalar bilan birga. Yashash joyi. Bu talabalar uchun bo'lsa kerak. Talabalar uchun, ya'ni o'rta miyona. O'rta miyona. Ya'ni hamma narsa ham bor emas, lekin yo'q narsani o'zi ham qaysi ma'noda yo'q. O'ziga masam bo'ladi. Ruxsat bera olmaysiz. Hamma narsani ham o'ziga ruxsat bera olmaysiz, lekin kuni kelsa biroq bir ikkita narsalarga bo'lib berishingiz ham mumkin. Ya'ni olaman deb, misol uchun yangi kiyimlar, kiyim masalasida yo'q, biron bir yeb ichish, to'g'ri ko'p sayohat qila olmaysiz, lekin yaxshi yashashingizga yetadi. Anchagina arzon, chunki hozirgi kunda $400 mayli O'zbekiston miqyosida emas, balki Toshkent miqyosida yetmasa kerak. Yashash, uy-joy bilan, agar arenda bo'lsa, yashash tarzi bilan haqiqatan ham bu masalada Delhi ancha komfort ekan, komfort. Endi umumlashtirsak, Hindiston, Delhi nima va hindlar kim? Qisqa so'zlar bilan. Hindiston sayohat uchun juda yaxshi joy. Delhi esa o'ylashimcha o'zingizni ko'nikmalaringizni oshirish uchun yaxshi shtat deb o'ylayman. Tanish odamlar bilan gaplashish, chunki bu yerda ko'p turistlar bor. Shular bilan gaplashsangiz bo'ladi. Ko'p davlatlardan keladi. O'rtoqlar, biz Hindistonning eng mashhur inshootlaridan birining oldiga keldik. Uning nomi Indian Gate yoki Hindiston darvozasi. U 1931-yilda qurilgan va uning uzunligi hozirgi kunda 42 metrni tashkil qiladi. Bu darvoza Birinchi jahon urushida qatnashib halok bo'lgan 70 ming nafar hind askarlari nomiga qurilgan. Arkaga ismlar o'yib yozilgan. Minglab ismlar. Uylardan minglab kilometr uzoqlikka. Begona imperiya uchun jang qilgani ketgan askarlar. Va ko'plari qaytib kelmagan. Hindiston mustaqillikni faqat 1947-yilda qo'lga kiritdi. Bu arka qurilganidan 16 yil o'tib, tarix kinoyani yaxshi ko'radi. Ha, Hindiston Birinchi jahon urushida qatnashgan, faqat Buyuk Britaniya bayrog'i ostida, chunki 1914-yilda Hindiston Buyuk Britaniya mustamlakasi edi.
Ushbu inshoot 1921-1931 yillar oralig'ida angliyalik mashhur me'mor Edwin Lutyens tomonidan barpo etilgan va u o'z uslubi bilan Fransiyadagi Parijdagi Triumf arkasini ham juda eslatib yuboradi. Orqamdagi mana bu joyning nomi Abadiy Javon Gulxani. U 1971-yilda Hindiston hamda Pokiston o'rtasidagi urushda halok bo'lgan askarlar nomiga atab qurilgan. Aynan qurilgan kundan boshlab bu yerda gulxan yoqilgan va o'sha gulxan hali hanuz hattoki 1 soniyaga ham o'chirilmagan. Umuman olganda Hindiston safariga biz 3 kishi bo'lib kelishimiz kerak edi. Lekin 2 kishi bo'lib keldik. Nimaga? Chunki jamoamizning 3-a'zosida chiptalar bor edi. Otellar bron qilingan. Lekin vizasi chiqishga ulgurmadi. Bu holatda esa pullarimizga quydik deb o'ylaysizmi? Yo'q. Chunki bizda Gross sug'urta kompaniyasi bor. Gross sug'urta kompaniyasi aynan shunday kutilmagan holatlarda chiptalarni xarid qilgan vaqtingizda, otellarga to'lab qo'ygan vaqtingizda pulingizni qaytara olmayman degan paytingiz sizga yordamga keladi va mutlaqo hamma pullarni sizga qoplab beradi. Shuning uchun sayohatdan oldin albatta sug'urta qiling. Sug'urtani ham Gross sug'urta kompaniyasida qilishni esingizdan chiqarmang. Jome masjidi Hindistondagi eng katta masjid 1656-yilda qurilgan. Yana o'sha Shoh Jahon tomonidan. Ha, yana u. Bu yigit qurishni yaxshi ko'rgan ko'rinadi. Ushbu jami masjidi bir vaqtning o'zida naqd 25 ming insonni o'ziga sig'dira oladi. Tasavvur qiling, naqd 25 ming. Bu xuddi bir Paxtakor stadioni to'lishi degani. O'rtoqlar, jami masjidiga kirishning o'ziga xos qonun-qoidalari ham bor ekan. Ulardan birinchisi bu kirish biletlari. Har bir inson 400 rupiyadan to'lashi shart ekan. Ikkinchisi, kirayotganda oyoq kiyimlarimizni yechishimiz shart va uchinchisi, erkak kishilar albatta yengi uzun shimlarda, ayol kishilar esa yengi uzun kiyimlarda bo'lishi shart ekan. Ya'ni ustlariga nimadir tashab olishlari alohida e'tibor berish kerak ekan. Bir narsani o'ylab qoldim. 17-asr. Texnologiyalar yo'q, kranlar yo'q. Lekin mana shunday narsani qurib qo'yishgan. 3 ta qala, 2 ta 40 metrdan ziyod bo'lgan minora va ularning hammasi 400 yildan beri tiqitmay turibdi. Bilasizmi, bu joylarni ko'rib bitta narsani o'ylab qolaman. Hozirgi paytda biz mana shunday narsalarni qura olarmidik? Texnik jihatdan balki ha, lekin ma'naviy jihatdan yana bir qiziqarli va hech qayerda uchramaydigan fakt. Bu yerdagi hindistonliklar aytishicha, aynan shu yerda, ya'ni Jami masjidida bugungi kunda Imom al-Buxoriyning avlodidan bo'lgan inson imomlik qilar ekanlar. Umumiy 130 ta zina. Ro'paradan kelayotgan odam muammo, chunki insonlar ko'p. Lekin tepaga chiqqaningdan keyin bitta narsani tushunasan va ko'rasan. Mana buni. How much money do you earn per month? Maximum 50,000 rupees. 50,000 rupees. But it's a 20,000. 1 month is the CNG. Full. Is it enough for you? Yeah. Gas. 1 month 20,000 rupees gas. Yeah. I got you. Only my and eating fruit maybe 600 rupees, 700 rupees one day. Finish. Only bank account, only 300, 400 rupees one day. Yes. Do you have a family? Yes. How many kids? 4 kids. 4 kids. Good. Xullas o'rtoqlar, bu Chandni Chowk bozori. Bu Hindistondagi aynan Delidagi eng qadimiy bozorlardan biri. U 17-asrda tashkil etilgan va o'shandan beri hech narsa o'zgarmagan. Sir. Thank you very much. Chandni Chowk Oy maydoni deb tarjima qilinadi. Bir paytlar bu yerda kanal bo'lgan va oy nuri suvda aks etgan. Hozir esa bu yerda na kanal, na nur bor. Buning evaziga minglab do'konlar, millionlab mahsulotlar va so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan tartibsizlik bor. Xullas, bu Hindistondagi har kungi holat. Yo'l qoidalari yo'q, yo'l qoidasi umr foydasi degan qoidaga ham umuman bu yerda hech kimga e'tibor ham bermaydi, hatto bilishmasa ham kerak. Mana shunday ahvol, mana shunday holat. Agar o'tib olishga ulgursangiz o'tib olasiz xolos, bo'lmasam
qolib ketishingiz aniq. Mana shunday mashinalar, hech qanday svetofor, hech qanday piyodalar yo'lakchasi va mana shunday bir qaysidir ma'nodagi quest, maxsus quest. Sekin. Hozir operatorimiz ham sal qolsa Hindistonda qolib ketardilar. Yo'q. Charnichokda nimalar sotiladi? Nimalar topsa bo'ladi? भैया चांदनी चौक में हम क्या फाइंड कर सकते हैं? आप जलेबी खाइए बढ़िया। सब है। हाँ। खाना सब चीज बोला दोस्त। जलेबी किस चीज? रेवड़ी वाली एवरीथिंग। Assalomu alaykum. Namaste. Nima bu? O'shani bitta so'rab bering. Samosa? Nech pul ekan shu? Nima ichida nimalar bor shuni gapirib bersizlar? क्या है आलू पोटैटो Kartoshka, faqat kartoshka. Aha. Nimaga hindli samosani yaxshi ko'rishadi? क्यों आपको पसंद है समोसा? पसंद है क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। आलू भरे हुए हैं, उसमें मटर डाल के मसाला डालते हैं, फिर सेकते हैं उसको घी में, तलते हैं, बनता है। फिर उसमें चटनी पड़ेगी, मीठी सॉस पड़ेगी, दही पड़ेगा। yaxshi tuyuladi. Bizga yoqadi. Bizga ichida kartoshka, sabzavotlar, karam solinadi. O'shaning uchun bularni o'zi milliy taomiga ko'p sabzavotlar kiradi. O'shaning uchun yoqtirishadi bizlar. Hozir aynan shu samosadan bitta yeb ko'ramiz, mazasiga baho beramiz. Bitta. Mayli, hozir yeb ko'ramiz. Mana issiq bo'lsa ham mazasiga hozir bitta baho beramiz. Umuman olganda, ko'rinishi bo'yicha va ichidagi konsistensiyasi bo'yicha o'zimizning somsaga o'xshayotgan, chunki chuchvaraga o'xshayotgan, aniqroq qilib aytganda, chunki ichidagi faqatgina kartoshka va ziravorli ekan. Lekin ziravorli bo'lganda ham o'sha hindlarning o'zining maxsus ziravori, aynan shundan hozir birgalikda tatib ko'ramiz siz bilan birgalikda va o'sha baho beramiz. Aynan bizning qaysi taomimizga o'xshayotgan agar o'xshasa. Bismillah. Lekin issiqqina ekan. Bismillah. Issiq. Oh, achchiq. Nega achchiq bu? Boya aldabdilar bir odam. Kartoshkani o'zi deydilar, boshqa hech narsa yo'q deydilar. Hozir yana bitta ishlab ko'ramiz. Lekin juda achchiq. Hozir ko'z o'ynayni ichsam, ko'zimdan mana hozir yoshli sekin-sekin oqish boshlayotganini ko'rasizlar. Haqiqatan juda achchiq. Ich to'la bu kartoshkali emas bu. Bu qalampirli. No, thank you. Bularni aldab qanaqadir achchiq souslarni tiqishiga yo'qman, umuman yo'qman. Lekin haqiqatan achchiq ekan. Bu qalampirli samosa ekan, kartoshkali emas. Allashib qo'ygan. Xullas, o'rtoqlar, Charnichok bozori juda katta ekan. Bu yerda peshqo'm yurishni o'zi bir masala ekan. Shuning uchun mana bunday transport vositalari bilan biz aylanishga qaror qildik va hammasini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Aka, lekin haqiqatdan ham marz qilib aylantiryaptilar balonni. O'zlari kichkina bo'lsa-da ham ikkita katta insonni mana tezlik bilan uchirib olib ketyaptilar. Hozir mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xullas, o'rtoqlar, bu bozorda yo'q narsaning o'zi yo'q. Bu bozorlar istalgan narsani topa olasizlar. Zargarlik mahsulotlaridan tortib to ziravorlargacha. Yana bir qiziqarli fakt, bu bozorda aynan Charnichok bozorida barchamizga mashhur bo'lgan hind kinosi goho shodlik, goho g'am suratga olingan. Hindiston bozorlarida bir asosiy qonun-qoida bor. U ham bo'lsa, sotuvchilar xaridorlarga doimiy asl narxdan 3-4 barobar yuqoriroq bo'lgan narxni aytishadi. Xaridorlar esa bu o'yin qoidalarini qabul qilgan holda narxdan 3 dan birini taklif qilishadi va xaridor ham sotuvchi ham albatta o'rtada kelishadi. Bundan bu tomon ham doimiy ravishda xursand va mamnun. Muhimi o'yin qoidalarini buzmaslik va doimiy ravishda kulib turishlik. Hindistonga kelib, albatta kokoslardan tatib ko'rishingiz shart. Bu kokoslar deyarli har bir qadamda mavjud va ularning narxi ketna 100. Yangisini qilib bersin, ochib bersin. Va ularning narxi o'rtacha 100 rupiy atrofida, lekin bular bilan ham albatta savdolashib 80-70 atrofida tushunishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda buni tatib ko'ramiz, mazasini. Lekin aka farqi yo'q ekan umuman. Ko'rganingizdek kokos hozirgina teshildi, yorildi. Bismillah. Bilasizmi, mazasi
nimaga o'xshatsa bo'ladi? Xuddi mant tayyorlaymiz-ku. Mantini bilasizmi, parda bir suvi ta'mi chiqib qoladi-ku, o'shanaqa mazani beryapti ochig'i. Qaynatilgan suvdan biroz boshqacharoq bo'lgan maza, lekin o'shaning uchun o'zingiz hal qiling. 100 rupiy mana shu narsaga berishga tayyormisiz yoki yo'q? Delhiga kelib, agar metroda yuraman desangiz, bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Ulardan birinchisi, chipta xarid qilayotgan paytingizda aynan qaysi stansiyaga borishingizga qarab chiptaning narxi belgilanadi. Va ikkinchisi va eng muhimi, Hindiston metrosi dunyo bo'yicha uzunligi bo'yicha 4-o'rinda turar ekan va uning uzunligi deyarli 1000 kilometr. Umuman olganda, Delhiga kelganingizda sizda eng birinchi taassurot albatta yo'l bilan bog'liq bo'ladi. Chunki bu yerda o'ta katta tirbandliklar, ko'pgina mopedlar, rikshalar, mashinalar juda ko'p. Insonlar mana bunday yurishadi. Signal esa chalishdan hech qachon 24 ga 7 umuman to'xtamaydi va bu o'zgacha taassurot berishi aniq. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Bilasizmi? Bilmadim. Bu shunchaki Hindiston va buni albatta qabul qilish kerak. Odam ko'p qolgan, deb ko'ramiz. Umrimda birinchi bor bozorga kirish uchun pul to'lash kerakligini ko'rib turibman. Chunki agar mantiqan o'ylab qarasam, men u yerga pul sarflash uchun kelyapman. To'g'ri? Bu yerdagi narxlar bu yerda ko'rsatilgani bo'yicha bir kishi uchun 30 rupiya. Bu bizning pulimizda taxminan 7-8 ming atrofida. Unchalik ko'p emas, lekin baribir pul to'lash kerak. Xullas, chipta xarid qilindi. Delhi Hat bozoriga xush kelibsiz. Delhi Hat bu tarixiy bozor emas, bu zamonaviy bozor. 1994-yilda ochilgan. Lekin g'oya oddiy. Butun Hindistondan ustalarni yig'ish bir joyga va mamlakat nimalarga qodirligini ko'rsatish. Hindistonda 7 million hunarmand bor. 7 million. Mashinalar soniyalarda bajaradigan ishni qo'llari bilan qiladigan odamlar. Sekinroqmi? Ha. Qimmatroqmi? Ha. Lekin har bir narsada qalb bor. Va toki shunday ustalar bor ekan, Hindiston o'zligini yo'qotmaydi. Xullas, Delhi Hat bozori va bu bozorga kirib bir narsani tushundim. Bu bozor Hindiston xalqi uchun emas. Bu bozor faqatgina o'sha turistlarga mo'ljallangan bozor. Bu joyga asosan turistlar kelib, yo xarid qilishadi yoki shunchaki Hindiston qadriyatlariga mos bo'lgan narsalarni ko'rib ketishadi. Umuman olganda, agar shahar shovqinidan charchagan bo'lsangiz, biroz tinchlik kerak bo'lsa va sizdan pul so'raydigan tilamchilardan charchagan bo'lsangiz, albatta bu bozorga keling. Chunki bu joy anchagina tinch, odamlar gavjum emas, sotuvchilar esa sizni qo'lingizni ushlab do'koniga yoki rastasiga olib kirib ketmaydi. Chunki baribir hamma bu yerda o'zini qadrini biladi. Bu yerdagi narsalar arzon emas. Hozir narxlar bilan ham tanishtiramiz va muhimi tinch. Agar mana shunday tinchlikni sog'ingan bo'lsangiz, siz Hindistonda, ya'ni Delhida bunday tinchlikni albatta sog'inasiz. Albatta Delhi Hat bozoriga keling. Hozir esa siz bilan narxlarni sekin-astalik bilan solishtirishni boshlaymiz. Hi sir. Do you speak English? Yes. What is it? It is cashmere or what? No? Wool. Michael. Is it? Of North India. Good. How much is it? 1,200. 1,200. Yeah. The bigger ones, 2,000. Bu umuman olganda sharflar va ularning narxlari 1200 rupiya atrofida bo'lyapti. 1200 rupiya bizning so'mda bu taxminan o'sha 150 ming atrofida bo'lsa kerak. Aniqrog'ini mana shu yerda chiqazib qo'yamiz. Handmade. Good. Hozir yana boshqa rastalardan kirib so'rab ko'ramiz. Mana bu yerda pashmina, naryoqda kashmir, matolardan tikilgan narsalar bor edi. Hi sir. How are you? Good. How are you? Kashmir. Oh. It's from Kashmir? Yes. I'm from Kashmir. Really? You are from? Uzbekistan. Uzbek. Yes, sure. Good. Nice to meet you, sir. My name is Olim John. Olim John. Olim John. My name is. What is your name? Irfan. Irfan. Good. Nice to meet you, sir. Okay. How much is it, sir? This one? Yes. This one 2,000. 2,000. Why is so high? Because this is hand woven, and this is Kashmir. These are the colors. This is the natural color, okay? This is the natural color.
This is the natural color. Sir, is it your family business? Yes, yes, it is family job. Generation to generation. Generation and generation? Generation and generation. Grandparents? Yes. Will do. Yes. Thank you, sir. Thank you. Okay, we will come later, okay? Bir olib qaraganda, texnologiyalar yordamida qilingan nisbatan albatta sifati yaxshiroq. Muddati uzoqroqmi? Uzoqroq. Lekin baribir qo'lda qilingan narsalarda qalb ko'rinib turadi. Shuning uchun menimcha biroz qimmatroq bo'lsa-da, aynan mana shunday qo'lda qilingan narsalarni Hindistonda sotib olganingiz ma'qul. Chunki bilmadim. Men uchun shunday. Men uchun qalb bilan qilingan narsa doimiy ravishda texnologiyalarda qilingan narsaga nisbatan afzalroq turadi. Bu bozorda yana bir o'ziga xos tarafi bor ekan. Ya'ni bu bozordagi sotuvchilar va rastalar doimiy ravishda almashib turar ekan. Bugun bu yerda Kashmirdan sotuvchilar o'z narsalarini sotsa, 2 haftadan so'ng, misol uchun Lahor shahridan kelib o'z qo'llarida qilingan narsalarni sotishlari mumkin ekan. Va bu narsa bizga juda katta bir afzallikni beradi va bu g'oyaning darajasi juda yuqori. Hozir tushuntiraman nimaga. Chunki siz butun Hindiston bo'ylab sayohat qilishingiz shart emas. Butun Hindistonning o'zi agar shu bozorga kelsangiz, oldingizga keladi va o'zingiz har bir nuqtada o'zingizga xos bo'lgan, ya'ni har bir viloyatga xos bo'lgan narsani bemalol topa olasiz. Mana shunday narsalar. Gap yo'q, g'oya zo'r. Bu bozorda Hindistonda yana bir mashhur narsalardan biri, ya'ni choylar ham sotishadi va aynan shu choy haqida hay. So this is like a lemon green tea. You can try the fragrance. All these teas are from North India. Haqiqatan ham mazasi juda o'tkir, limon va miyatani mazasi kelyapti. This one is masala tea with cardamom, cinnamon, ginger, basil. It's Indian tea. Yeah, it's more like leaf tea, orthodox way of making tea. These are not granules, these are whole leaves. And then we have something like a Kashmiri kahwa. This has saffron, almonds, walnuts, rose petals. There is a detox green tea and a orthodox black tea. We have one first prize in tea tasting. You can show this one. Ular ko'k choy taqdimotida birinchi o'rinni olishgan ekan va mana shu narsani bu yerga joylab qo'yishgan ekan. Hamma ko'rsin deb. Ichib ko'ramiz choyni. Menimcha hozir shu choylardan sotib olamiz. Okay, so I think it is 100 rupees. Yeah. And this one is really nice for the winters because it has cinnamon, cardamom, basil, ginger. Bu joyda hozir qora choy damlash jarayoni ketyapti. Maxsus qora choyim bor. Hozir damlab ko'raman. Bitta ichkim. Haqiqatan mazza qilasan dedi. Hozir ko'ramiz. Is it black tea? Yes. Yeah. Black tea with what? Only black tea? Only black tea. Good, good. Qora choyning o'zi, hech narsa qo'shilmagan, qora choy. Xullas, hozir Hind oshxonalaridan biriga kirdik. Bu joyda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Birinchisi, hindlar bilasiz, musulmonlar emas. Demak, bu joyda halol bo'lmagan ovqatlar ko'p bo'lishi shubhasiz va bor. Ikkinchisi, menyularni yaxshilab o'qishga harakat qiling va imkoniyat darajasida vegetarianlar ovqatini yeyishga harakat qiling, ya'ni go'shtsiz. Chunki bu joylarda ko'pgina kafelarda cho'chqa go'shti ham mavjud. Mana shu joylarga alohida e'tibor bering va hozir biz nima olganimizni alohida sizga ko'rsatib beraman. Ko'rinishdan ichida nima borligini aniqlab bo'lmayapti. Bu yoqda moshi bor ekan, hozir yeb ko'ramiz. It is spice, sir. Yes, of course. Aytdim-ku, achchig'i bo'ladi dedim. It's not less. It's very spicy. No, okay. Itu hindlarda mana shu bunaqa urug' odati bo'lsa kerak, yoki qon qoliga singib ketgan haqiqatan ham hozir yo'q, achimas bu yo'q. Ozginacha qo'shgan xolos deb aytdilar, lekin yeb ko'rganingizdan keyin bilasizki, hammasi haqiqatan ham juda achchiq yoqtirmaydiganlar uchun bu hind ovqatlari mo'ljallanmagan. Lekin achchiq yoqtirsangiz siz mazza qilib davom etasiz. Bugun 25 kilometr piyoda yurdim. 11 piyola choy ichdim. 47 marta namosta dedim.
va bundan keyin bir narsani aniq tushundim. Delhi meni hech qachon qo'yib yubormaydi. Delhi bu 1,5 milliard aholi, 27 ta shtat va 22 ta rasmiy til. Undan tashqari kontrastlarga boy maskan. Boy bilan kambag'al, tozalik va hamma o'rganib qolgan ifloslik, tarix va eng zamonaviy texnologiyalar yonma-yon shundoqqina bir joyda kelishib yashaydigan bir joy. Delhi bu haqiqatan ham kimgadir yoqadigan, kimdir esa chin yuragidan nafratlanadigan joy. Delhi bu shahar emas, bu bir holat. Ha, bu yerda tartibsizlik bor. Ha, bu yerda qandaydir noxush hidlar bor. Ha, bu yerda biz hech qachon o'rgana olmaydigan narsalarimiz bor. Lekin bu Delhi uchun oddiy holat. Chunki Delhi bu xuddi bir boshqa galaktikadek. Butun dunyo bu yerda, Delhi esa bu yerda. Va uning o'zida qonun-qoidalar bor. Va bu qonun-qoidalarni hamma kelgan insonlar albatta rioya qilish kerak. Boshqachasiga bo'lmaydi. Aynan shu yo'l bilan siz Delhini o'zgacha yoqtirib qolishingiz mumkin. Xullas, tabiiyki Delhini ham Hindistonni ham kichkinagina ko'rsatuv orqali ko'rsatib bo'lmaydi. Chunki bu yerda ko'radigan, his qiladigan narsalar talaygina. Lekin aynan shu sayohatimiz amalga oshishida bizga yaqindan yordam bergan Gross Insurance, Capital hamda Centrum Airga chin yurakdan tashakkurimizni aytmoqchimiz. Centrum Air bilan siz dunyoning istalgan chekkasiga yetib olishingiz mumkin. Gross Insurance esa siz haqiqatan ham qaytara olmayman degan mablag'ingizni sizga qoplab beradi. Capital orqali esa siz dunyoning istalgan chekkasida doimo aloqada bo'lasiz. Xullas, Hindistonga, Delhiga albatta kelishingiz shart. Bu must have. Bu yerdan chimadan emotsiyalarni o'zingiz bilan O'zbekistonga qaytib olib ketasiz va